mohiyati mangudir. Bu tafakkurni abadiylashtiradi. Paul Svenni so'nggi sahifalarni o'qiyotganingda uning yaxshi kitob ekanini anglasang, demak, yana bir do'st bilan xayrlashishga to'g'ri keladi deb bejizga aytmagan albatta. Kitoblar biz uchun qadrli do'stdir. Assalomu alaykum, kitoblarni o'ziga qadrli do'st bilguvchi yoshlar. Sizlar bilan yana Zukko kitobxon ko'rsatuvimizda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun biz sizlarga shartlar bilan birgalikda bilim ham ulashamiz. Ana endi keling, biz ishtirokchilarimiz bilan ham tanishib olsak. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Mening ismim Hamidova Musavvira. Men 10-maktabning 9-v sinfida o'qiyman va men kitoblarga juda qiziqaman. Mening ismim Erkinova E'zoza. Hozirda Karmana tumanidagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisiman. Mana sizlar bilan ham tanishib oldik. Endi esa navbatni shartlarga bersak. Birinchi shartimiz she'r zavqi deb nomlanadi. Bunga ko'ra sizlar o'zingiz yoqtirgan she'rlardan aytib berishingiz kerak. Marhamat. Oddiy muallim Muhammad Yusuf she'ri. Qadri bilinadi endi menga goh. Olis maktabimning o'shal behasham Navoiydir bizga ustozdir, ammo kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday ulug' zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Endi esa navbat ikkinchi ishtirokchimizga. She'rim ona haqida. Har qadam oq olar boshdagi tola. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman bola. Goh yolg'on, gohida rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmay ko'kni ko'zladim. Qo'shiqlar kuyladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoyingdan ko'rmadim vafo. Vafo qilmagaydir zarbo bu zardo. Qabrga kuzatar bir qarich mato. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Mana bu shartimizni ham a'lo darajada bajardingiz. Endi esa navbatni ikkinchi shartga beramiz. Ikkinchi shartimizga ko'ra sizlar kitoblar uchun ajoyib bookmarklar yasashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun sizlarga 2 daqiqa vaqt beriladi. Marhamat, boshladik. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bir, 2, 3. Vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa bookmarklar sonini sanaymiz. Birinchi ishtirokchimizda bookmarklar soni 3 ta. Ikkinchi ishtirokchimizda esa bookmarklar soni 4 ta. Ko'rinib turgandek, bu shartimizda ikkinchi ishtirokchimiz g'olib bo'ldi. Endigi navbat esa 3-shartga. Uchinchi shartimiz savol-javob deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra sizlarga kitoblardan parchalar beramiz. Siz esa uning nomini to'g'ri topishingiz kerak. Qanunda boshladik. Musavvira, birinchi savolimiz sizga.
Abdulla va Gulchehra kabi yoshlar hayoti, ma'naviy axloqiy muammolar, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yoritilgan asar nomi. Bu savolning javobi Odam bo'lish qiyin kitobidan. Ezoza eshitding. O'z o'g'illarining kimligini bilmasdan turib dorga osishga izn bergan podshoh qaysi dostonda uchraydi? Kun tug'ilish dostonida uchraydi. Javobingiz to'g'ri. Ikkinchi savol. Nafsim meni xaloyiqqa xor ayladi, termiltirib xaloyiqqa zor ayladi. Bu misralar qaysi asarga tegishli? Oltin zanglamas shuhrat dostonidan. Afsuski bu javobingiz xato edi. Javob Sohibqiron dostoni hisoblanadi. Ezoza eshitding. Ikkinchi savolimiz. Asar qahramoni sodiq, kurashuvchan, mard inson bo'lib, taqdirga tan beruvchilardan emas, aksincha qanday qiyinchiliklar kelishidan qat'iy nazar barchasini yengib o'tadi. Bu obraz qaysi asarga tegishli? Bu savolning javobi Shuhratning Oltin zanglamas asaridan olingan. Javobingiz to'g'ri. Oxirgi savol. Dunyoda bir qo'rqqan yomon, bir quvongan yomon. Ushbu fikr qaysi dostondan olingan? Bu misralar Rustamxon dostonidan olingan. Ezoza eshitding. So'nggi savol. Ushbu asar Bobur hayotiga bag'ishlangan bo'lib, uning taxtiga o'tirgandan to vafot etgunga qadar bo'lgan barcha janglari, qahramonliklari, yurg'izgan siyosati hamda jasoratlari haqida to'liq ma'lumot beruvchi roman hisoblanadi. Qaysi asarga ta'rif? Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari. Javobingiz to'g'ri. Mana bu shartimizni ham a'lo darajada bajarib oldingiz. To'rtinchi shartimiz konvertlardagi kitoblar deb nomlanadi. Bu shartga ko'ra sizlar ushbu konvertlarni tanlab, tasodifiy tushgan kitoblar haqida gapirib berishingiz kerak. Qani unda, marhamat, tanlang. Musavvira, marhamat, qaysi kitob ekan? Bu Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari. Marhamat, gapirib bering. Yulduzli tunlar asarida Boburning tug'ilganidan to o'lganigacha bo'lgan hayoti tasvirlab beriladi. Bunda ko'p janglar ham tasvirlangan. Boburning hayotda qancha to'siqlarga uchragani va qanday yutuqlarga erishgani va shunda ham to'siqqa uchraganda ham taslim bo'lmasdan o'zidan katta davlatni qoldirgani haqida va bu kitobni barchaga o'qishni tavsiya etaman. Ezoza, sizda qaysi kitob ekan? Bu daftar hoshiyasidagi bitiklar. Bu kitob O'tkir Hoshimovning qalamiga mansub. Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobida asosan yozuvchining o'zining hayoti ko'proq yoritib berilgan. Yozuvchi o'sha hayotda ko'rgan mashaqqatli kunlari va yaxshi yoki yomon kunlarini tasvirlab bergan. Bu kitobda asosan u yaxshi o'ziga yaqin olgan odamlarga ko'proq minnatdorchilik bildirgan. Men bu kitobni o'qib juda ko'p bilmagan narsalarimni o'rgandim. Bu kitobni hammaga o'qishni tavsiya etaman. Sizlarning kitoblar haqida bildirgan fikrlaringiz bizda ajoyib taassurot qoldirdi va bu shartni a'lo darajada yakunladingiz. Beshinchi shartimiz topqir topaloq deb nomlanadi. Shartimizning nomidan ko'rinib turibdiki, sizning qanchalik topqirligingiz va zukko'ligingizni sinaymiz va sizlarga turli xil topishmoqlar, tezaytishlar beramiz. Musavvira, birinchi topishmoq sizga. Yorug'i bor, dovrug'i bor, izi yo'q, ovozi bor. Bu topishmoqning javobi momaqaldiroq. Javobingiz to'g'ri. Ezoza eshitding. O'rtog'im ruchka qalam, bir chiziq katak dalam. Bu topishmoqning javobi Daftar. Javobingiz to'g'ri. Musavvira, eshitding. Boylasam yuradi, yechsam to'xtaydi. Bu savolning javobi yozuvmi? Afsuski yo'q. Bu topishmoqning javobi poyafzal. Ezoza, ikkinchi topishmog'imizni eshitding. Safda 12 askar, bu yubasti barobar. Yunsang yog'och po'stini, rasmlarga rang berar. Bu topishmoqning javobi Rangli qalamlar. Javobingiz to'g'ri. Endi esa sizlarga tezaytishlar beramiz. Musavvira, birinchi tezaytishimizni eshitding. Ayiq asal yaladi, asalari taladi. 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 Bu tezaytishimizni 7 marotaba takrorlay oldingiz.
Ezoza tez aytishni eshiting. Lola arralaydi, Sora allalaydi. 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 Bu tez aytishimizni 5 marta takrorlay oldingiz. Musavvira, ikkinchi tez aytishimiz Jamila Jidani joyiga joyladi. 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 Bu tez aytishimizni 6 marotaba takrorlay oldingiz. Ezoza eshiting. Qishda qatiq qotib qoldi. Qishda qattiq 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 qotib qoldi. Bu tez aytishimizni 8 marta takrorladingiz. Musavvira, sizda jami ball 14 ballni tashkil etadi, sizda esa 15 ball. Ko'rinib turibdiki, bu shartimizda Ezozaxon g'olib bo'ldilar. Ezoza barcha shartlarimizni g'olibiga aylandi va bunga ko'ra biz sizga kitob taqdim etamiz. Marhamat, ko'rsatuvimiz haqida o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Menda bu ko'rsatuv ajoyib taassurot qoldirdi. U juda qiziqarli ekan va menga 3-shart juda ham yoqdi. Tengdoshlarimga ham bu ko'rsatuvda qatnashishni tavsiya qilaman. Menga birinchi shart ko'proq yoqdi, ya'ni she'r zavqi. Men bu ko'rsatuvda bilmaganlarimni o'rganib oldim. Iloji bo'lsa, yana bir marta ko'rsatuvga ishtirok etardim. Kitoblar insoniyat fikr durdonalarini to'plab avlodlarga yetkazadi deganlaridek, bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr!